Azizlar, xayrli kun. Tracker avtomobiliga balon obuchina qilib berdik. Ya'ni bu yerda ot tuyog'ini rasman chiqib qoladi. Endi buni mana bu original apparat. SPS orqali, mana bu Xitoy. X ham ishlamaydi. Endi oxiri bu professional apparat bilan mana balonning qaysi damda necha bo'lganlarini ko'rsatib turadi, necha dam bor ekanini. Shu bilan professionalni qilib, bolalarni obuchina qilib diagnoz qilib berdi. Agar sizda shunday muammo bo'lib tursa, bemalol bizlarga murojaat qilishingiz mumkin. Moshina qilib, mana hozir endi yonmay turibdi, oldin kelgan vaqtda sariq chiroq qilib yonib turadi. Hozir hammadan muammo bo'lib turgan o'sha xizmat turi bizlarda mavjud, bemalol kelaverasizlar. Balon obuchina. Bu bilan kalitlarni ham obuchina qilsa bo'ladi.